Agar siz bugun boshlamasangiz, bugun boshlaganlar qo'lida ishlaysiz. Sababi oddiy, yangi davr, sun'iy ong davri boshlanmoqda. Sun'iy ong kuchli tomoningizni yanada kuchliroq qiladi. Masalan, senior dasturchilar hozirda o'zida sun'iy ong ishlatib kuchli bo'ladigan bo'lsa, agar siz tez orada o'rganib tajribaga chiqmaydigan bo'lsangiz, boshqa dasturchilar bilan emas, aynan искусственный intellekt bilan ham raqobat qilishingizga to'g'ri kelib qoladi. Chunki sun'iy ongga topshiriq qo'yish uchun mentor darajasida bo'lishingiz kerak. Sababi siz birovga topshiriq qo'ya olishni bilishingiz kerak. Bu oson narsa emas, to'g'ri topshiriq qo'yish. Undan keyin qabul qilgan ishni, ya'niki kod yozib beradigan bo'lsa agar, o'sha ishni yaxshilab tekshirish kerak bo'ladi. Xatolari bo'ladigan bo'lsa agar, uni nima desam ekan, xatolarni ko'rsatib bera olishimiz mumkin. Buni dasturchilar tilida biz kod review deymiz. Masalan, bizda ham praktikada har doim bolalar yozgan kodlarini shaxsan o'zim tekshirib, maslahatlar beraman va hokazo. Lekin masalan menga o'xshagan 25 yil tajribaga ega bo'lgan dasturchilar hozirgi kunda AI ni ishlatishi sal ortiqchalik qilyapti. Nima uchun? Chunki hali AI unchalik rivojlangani yo'q. Men unga 2 soat topshiriqni maydalab tushuntirib, keyin u xato yozib beradi baribir. U xatolarni to'g'rilab o'tirgandan ko'ra, birdaniga o'zim to'g'ri kod yozadigan bo'lsam agar vaqtim va psixikam ham ekonom bo'ladi. Osonroq yoza olaman. Lekin agar sal pastroq dasturchilarni olib qaraydigan bo'lsak, pastroq deganda san pastsan men kuchliman degan ma'noda emas, tajribasini nazarda tutib aytaman. Sal tajribasi kamroq dasturchilarni olib qaraydigan bo'lsak esa, ularga foydaliroq bo'lishi mumkin. Lekin sun'iy ong hozircha ertalik qilmoqda. Bu hozircha. Tasavvur qiling, 3 yil oldin siz искусственный intellekt haqida bilarmidingiz? O'zi 50-yillarda noganda aktiv rivojlanib boshlangan искусственный intellekt yaqinda bildingiz. Lekin mana shu oxirgi 3 yil ichida shunaqangi rivojlandiki, keyingi 3 yilda tasavvur qilishga ham qiyin qanaqa natijalarga yetib kelishimizga. Nega aynan bugun boshlashingiz kerak? Tajriba yangi oltin. Sun'iy ong kasbingizni olib qo'yadimi? Ha, agarda siz tajribasiz bo'ladigan bo'lsangiz. Farqi yo'q qanaqa kasb egasi bo'lsangiz, hozirgi kunda agar tajribangiz bo'lmasa agar qiynalib qolishingiz mumkin. Lekin agar siz tajribali bo'ladigan bo'lsangiz, qaytamiga sun'iy ong sizni yuqori cho'qqalarga chiqishga, yanada o'zingiz ustingizda ishlab, yanada kuchliroq natijalarga chiqishingizga yordam beradi. Bu yangi davrni sun'iy ong va odam partnyorligi davri deyishimiz mumkin. Shu paytgacha qanaqa edi? Siz endigina dasturlashni o'rgandingiz, tajriba bo'lish uchun ishga kirasiz. Arzon narxga, shunda senior dasturchilar sizni qo'llab turadi, sizga o'rgatadi, hozir aytganimdek kod review qiladi, qo'llab turadi va oradan 4-5 yil o'tib siz ham boshqalarning kodini tekshirish darajasiga yetib kelasiz, ularga yordam bera boshlaysiz. Demak, har doim o'sha tajribali dasturchilar tajribasiz dasturchilarni qo'llab kelishgan, o'zlariga zamina qilishgan va hokazo. Oradan 2 yil o'tib esa tajribasiz dasturchini olib, uni qiynab, o'rgatib va hokazo odam o'zini o'zi juda qiynab qo'yishi mumkin. Undan ko'ra sun'iy ong bilan ishlash ancha osonroq bo'lib qoladi. Nega juniordan ko'ra искусственный intellektni ishlatish 2 yildan keyin osonroq bo'lib qolishi mumkin? Buni sababi oddiy, kompyuter baribir tez ishlaydi. Buni yaxshi bilasizlar, kompyuter. U tezroq ishlaydi. Junior dasturchilar esa skorosti, tezligi juda past bo'ladi. Buni bilasizlar. Masalan, senior 1 soatda bitiradigan ishini 1 hafta ham junior qilishi mumkin-da. Demak, siz 1 yil ichida tezda ham junior ham middle o'qib, o'rganib va keyingi 1 yil ichida tajriba ham olishga ulgurishingiz kerak. Aynan shuning uchun siz tez o'qib, tez rezultatga chiqishingiz tarafdorimiz. Shuning uchun ham masalan pul olmaymizda, mana praktika bo'lsin deymiz, bepul praktikalarni beramiz bolalarga. Shu tezroq o'rganish kerak, tezroq tajriba olish kerak, tezroq ishlay boshlash kerak. Chunki tajriba bu yangi valyuta. Yangi AI va dasturchilar davri. Mashhur Geniy Outsider degan bir kitob bor. O'sha yerda ko'plab milliarderlar, boy odamlarni, muvaffaqiyatga erishgan odamlarni o'sha Firavnlar davridan boshlab tahlil qilib, mana shu Bill Gates, Mark Zuckerberg va hokazo hammasini bir o'rganib chiqishganda, shu kitobda tahlil qilib chiqishgan va endi kitob qalin, ichida ko'p narsa yozilgan, lekin asosiy mesajini, asosiy xabarini aytadigan bo'lsa agar, bu odamlarning ham
hammasi yangi davr odamlari hisoblanishgan. Masalan, kompyuterlar 2000 yil oldinga borib taqaladi agar tarixini o'ylab qaraydigan bo'lsak. Lekin aynan personal kompyuterlar rivojlanayotgan paytida Bill Gates o'z imkoniyatlaridan to'g'ri foydalanadi. To'g'ri, shu paytda Bill Gatesdan tashqari ham kompyuter bilan shug'ullanadigan odamlar bo'lgan. Hamma ham Bill Gatesga o'xshab, masalan, ancha yillar davomida birinchi o'rinda turardi, to'g'rimi? Eng boy odam sifatida. Lekin o'sha paytda ko'pchilik Steve Jobs va shunga o'xshagan bir kompyuter bilan shug'ullanadigan ko'plab odamlarni misol keltirishimiz mumkin. O'sha davrda kelajakda nima zo'r bo'lishini bilib va bundan to'g'ri foydalana olishgan deyishimiz mumkin. 2000-yillarni olib qaraydigan bo'lsak, men o'zim dasturlashni boshlagan paytimda nima uchun men web dasturlash bilan shug'ullanaman? O'sha paytda internet hech kimga qiziqmas edi-da. O'sha paytda internetda nima qilsak bo'lardi? Xat jo'natsak bo'lardi bir-birimizga. Email orqali qizlar bilan tanishardik. Bunday bo'lgan. Hozir Instagram bu narsalar ko'p, maxsus saytlar bor, Telegram bunaqa narsa bo'lmagan, email bo'lgan faqat. Va internet dostupniy bo'lmagan. Masalan, hozir telefonimizni olamiz, internetimiz bor. U paytlarda svязь degan narsa bo'lardi. O'sha Sovet davridan qolgan o'sha aloqa maxsus joylariga borib, internet kafe deb aytilardi, hech qanaqa kafe emas u. Biz borib o'sha yerdan pul berib foydalanardik. 1 soatga pul berardik-da, kirib foydalanardik. Mana shunaqa kam bo'lgan internet. Lekin internetda ishlatgan paytimda ko'rganmanki, bu rostdan ham kelajak texnologiya. Lekin internetni ko'rib shuni tushunganmanki, bu rostdan ham kelajak bu rostdan ham kelajak texnologiyasi. Chunki internetimiz bo'lmagan paytda kompyuter zerikarli bo'lib qolardi. Esimda bor, o'sha informatika o'qituvchimga ham aytganman-da, bizda internet bo'lmasa kompyuter umuman kerak emas narsa ekan deyapman-da. Bu rost. Shuning uchun ham hozir masalan telefonimizda olib qaraydigan bo'lsak, kalkulyatordan boshqa barcha dasturlarimizga, hattoki o'yin bo'lsin, internet kerak. Nima uchun biz web dasturlashni o'rgatamiz har doim? Chunki o'sha internet bilan hamma narsa, web bilan hamma narsa bog'liq. Lekin boshlanayotgan paytda bunaqa bo'lmagan. Shu o'ylaganman, mana shu zo'r bo'lib ketsa kerak deb. Hozirgi kungacha nimaga erishgan bo'lsam, hammasi mana shu web dasturlashning orqasidan bo'lgan. Va ko'plab odamlar, Akmal, bu virtual narsa, bu yaxshi emas, nima qilasan, haqiqiy ishlarga borsang bo'lmaydimi deb yo'ldan qaytarmoqchi odamlar ko'p bo'lgan. Men o'zimda fikrimda qat'iy turganman, yo'q bu kelajak deganman va men haq bo'lib chiqdim. Ana endi mana sizga bir yangi taxminni aytaman. Yaqin 2-3 yil ichida AI tajribasiz dasturchilarning o'rnini oladi. Tajribali dasturchilar esa AI dan foydalanib yanada kuchliroq bo'lishadi. Kimdir ushbu gaplarimdan to'g'ri foydalanib, o'z imkoniyatini qo'ldan boy bermasligiga aminman. Lekin sizchi? Nega aynan bugun boshlash kerakligining yana bitta sabablaridan biri kirish chegarasi vaqt o'tishi bilan oshib boraveradi. 25 yil oldin oddiygina HTML va CSS ni ishlatib saytlar qilardim. Pul ishlardim shuni ortidan. O'qigan saytlarimda odamlar ko'rib, "O" deyishardi. Chunki bir boshqacha narsa edi-da, oddiy HTML, CSS, dashu JavaScript ishlatilmagan. Lekin hozirgi kunda ruschasiga aytganda bu detskiy narsalar hisoblanadi, HTML va CSS. Sayt degan narsani esa umuman dasturchilar shug'ullanmaydi sayt bilan. Saytlarni oddiy konstruktorlar bor. Даже искусственный intellekt emas, oddiy konstruktorlar bor. Marketologmi, kim bo'lsa ham shuni ro'yxatdan o'tadi-da, dali deb knopkalarni olib, rasmlarni tashlab o'zi sayt yaratib tashlaydi. Bu hech qanaqa dasturlash ham emas hozirgi kunda. O'sha payt mana shu detskiy narsalarni o'rganib pul ishlash imkoni bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda o'sha vaqt o'tishi bilan yangi texnologiyalar chiqaverib, siz hammasini bilishingiz kerak. Shunchalik ko'p o'rganish kerak bo'lgan narsa paydo bo'ldiki, hozir biz masalan Astrocode'da ham hech qachon junior chiqarmayapmiz. Avval juniorni o'rgatamiz, keyin middle'ni o'rgatamiz, keyin o'zimiz praktika qildiramiz, o'zimizning kompaniyada real loyihalar berib, undan keyin chiqarib yuboramiz. Ana endi tasavvur qiling, yangi davr boshlangandan keyin siz o'qishni boshlasangiz, yana qancha yangi instrumentlar qo'shishga ulguradi.
Bularda esa hammasi kerak. Yangi narsa chiqdi degani eski narsalarda unutish kerak degani emas. Masalan, hozir HTML va CSS haqida gapirdik, detskiy narsalar dedik. Lekin brauzer tushunadigan yagona til bu. Bundoq olganda siz qaysi tilda, masalan, dasturlash tillarida Java ni ishlatasizmi, Python ni ishlatasizmi, farqi yo'q. PHP mi, JavaScript mi, backend biror narsa generatsiya qilsa ham, frontendga ma'lumot yuborsa ham, texnik narsalarda gapiryapman, masalan, JSON, baribir brauzer tashqi ko'rinishini chiroyli qilib chizib berish uchun HTML va CSS dan foydalanasiz. Demak, uni bilishingiz kerak. O'sha boshlang'ich bilimlardan boshlab hozirgacha nima kerak bo'lsa, hammasini o'rganishingiz kerak bo'ladi. Demak, hozir o'rganishni boshlash vaqti. Uncha narsani o'rganishim kerak deyishingiz mumkin. Paradoks gapni aytaman, lekin hozir tarixdagi kirish uchun, dasturlashni o'rgana boshlash uchun eng pastki chegara hisoblanadi. Ya'niki siz tez kirib, hozirgi kunda tez o'rgana olishingiz mumkin. Ilgari o'qish uchun olim bo'lishingiz kerak bo'lgan. Avval matematikada universitetlarda o'qib, bir narsalar, dissertatsiyalar yoqlab va xullas katta har bittasi mana shu xonadan katta kompyuterlarda lampochkalar orqali ishlashingizga to'g'ri kelganda va masalan biron bir programma qilaman desangiz 0 va 1 larda ishlashingiz kerak bo'lgan. Shunaqa perfolentalar bo'lardi, teshib dasturlar yozganmiz. Teshik bo'lsa 1, teshik bo'lmasa 0. Mana shunaqa ishlashingiz kerak bo'lgan. Undan keyin sal rivojlandi, masalan, assembler chiqqan bo'lsa, assembler ham xuddi shu mashinali kod, faqatgina odam biladigan tilda. Men umrimda bir martagina assemblerda kod yozganman, ochig'ini aytaman. O'sha bitta platejniy tizimda ishlagan paytimda u yerda biz shunaqa modem bor edi, u modem SMS yuborish kerak bo'lardi. SMS yuborish uchun hech kim bilmaydi bu qanaqa ishlatadi. Internetda mana shu protsessorni qaysi buyruqlarni qabul qilishini bilib olib, o'sha assemblerda yozib chiqqanman programmasini. Shunchalik qiynalganmanki, boshqa hayotda assemblerda hech narsa yozmayman deb o'zimga va'da berganman-da. Lekin biz masalan asr kodda ham 0 va 1 larda o'rgatamiz. Tushuncha bo'lishi uchun. Lekin hozirgi kunda na assembler, na 0 va 1 shunga o'xshagan o'sha pastki qatlamdagi, quyi darajadagi dasturlash sizga kerak bo'lmaydi. Demak, matematika kerak degan narsa hozirgi kunda uje yolg'on, mif narsa. Matematika kerak ekan, fizika kerak ekan, tarbiya, jismoniy tarbiya kerak ekan, bu hammasi mif. Dasturlashni o'rganish uchun faqatgina dasturlashni o'rganish kerak. O'sha paytlarda siz olim bo'lishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunga kelib bitta notebook, internet va astrokod yetarli. Lekin men aminmanki, shu yerda hozir notebook, internet va hokazo desam ham baribir odam topiladi. Ko'p narsa ekan deydiganlar oramizda bo'ladi baribir. Chunki bu dunyoda eng qiyin narsa o'zimizni bir narsaga undashda. Eng osoni birovning hayoti. Birovga maslahat berish uchun biz zo'rmiz. Shuni psixologimiz-ku, biz juda zo'rmiz. O'zimizga kerak bo'lgan paytda bitta jonimga shu kerakmi degan fikr keladi. Umuman o'zi nima uchun dasturchi bo'lishimiz kerak degan savol ham tug'ilishi mumkin-da. Birinchisi bu erkinlik. Har doim aytib keladigan narsam, dasturlash bu erkinlik kasbi deb kelaman. Esimda bor, Surxondaryoga bir marta borgan paytim do'stim bilan qanaqadir yangi quriladigan hovlilarning oldidan o'tib ketdik-da, 2 etajlik chiroyli qurilgan ekan. Va narxlarini qiziqib so'ragan paytimda o'rtog'im aytdi, 1 milliarddan ko'p dedi. 100 ming dollardan ko'p edi o'sha paytda. Narxiga olib qaraydigan bo'lsak, bu 5-6 yil oldingi narsa va hayolimda o'sha Termizdan ham chetroq joyda-da, o'sha shahardan chetroq joydagi uy 100 ming dollarga qimmat ko'rindi. O'rtog'im esa o'sha orzusi borligini, o'sha uylardan olishni orzusi borligini aytdi-da va men o'yladimki, o'sha paytlar kakras men Kiprdan o'sha villalar qarab turardim. 2 etajli bo'ladi, shunday dengiz ko'rinib turadi-yu. O'sha paytda shu narxga примерно shunaqa uylar olsa bo'lardi. Shunaqa deb o'rtog'im bilan fikr bo'lishgan paytim aytdiki, chunki tasavvur qiling, Termizda chetroq joydan o'sha pulga olsangiz bo'ladi, dengiz bo'yidan olsangiz bo'ladi. Lekin o'rtog'im aytdiki, o'rtoq, sen dasturchisan, sen keta olasan unaqa joylarga. Sen mana xohlading Rossiyada yashading, Termizda yashading, birinchi Toshkentga ketding xohlagan paytingda, keyin Rossiyaga ketding, xohlasang Yevropa bilan ishlading, borib Turkiyada yashading. Sen erkinsan. Men unday qila olmayman. Menga Termizdan kerak. Shuning uchun bu men uchun puliga arziydi, chunki bu Termizda. Kiprda yarim narxi bo'lsa ham menga kerak emas. Nima uchun? Nima qilaman Kiprda deyapti.
Sababi o'sha Kiprga borib men dastlabki bo'lishim kerakmi yo hot-dog sotishim kerakmi? Meni kasbim shu yerda, ishxonaga boraman, kelaman dedi. Senga mazza dedi. Xohlagan joyingda yashayversang bo'ladi dedi. Rostdan ham bizga mazza ekan. Dasturchi bo'lishning yana bir sabablaridan bittasi bu global bozorda ishlaysiz. Ya'niki, misol uchun tasavvur qiling, chekkaroq joyda, chunki Asrakotda masalan 30 dan ortiq davlatdan shogirdlarimiz chiqdi, hozir ham o'qiyapti yoki bo'lmasa O'zbekistonda yashayotganda hamma Qoraqalpog'istondan ham bor, Vodiydan ham, Vohadan har bitta chetidan bordi o'quvchilarimiz, Xudoga shukr. Endi tasavvur qilingki, masalan dasturlashingiz uchun mavhum bo'lishi mumkin bank ishini olib qaraymiz yoki boshqa biron bir ish. Deylik siz chekka bir joyda yashaysiz va 3 million oylik olasiz deylik yoki 2,5 million deylik misol uchun. Lekin bilasiz, masalan Toshkentga kelib ishlaydigan bo'lsangiz, u 7 million oylik olishi mumkindir. Lekin agar siz Toshkentga ko'chib keladigan bo'lsangiz, birinchidan hamma ham hozir aytganimday kasb pozolayt qilmaydi bu narsaga. Ikkinchidan oyligingiz oshgani bilan uncha farq sezmaysiz, chunki Toshkentda kvartirada yashashingiz kerak bo'ladi. Pulingiz yetadimi yo'qmi, oyligingiz qiyin masala yoki yarim shunga ketib qolishi mumkin. Produktlar baribir viloyatdan ko'ra qimmatroq bo'ladi va siz o'sha foydangizni olib qaraydigan bo'lsak, o'sha balkim 2,5 million ham qolmayotgan bo'lib qolishi mumkin-da. Naborot zarariga bo'lib qolishi mumkin. Dasturchilar esa xohlasa hozir masalan Surxondaryoda yashab turib yoki Andijonda yashab turib Toshkent bilan onlayn ishlashi mumkin yoki bo'lsam SNG bilan ishlashi mumkin, Amerika bilan ishlashi mumkin, Yevropa bilan ishlashi mumkin. Umuman olganda uyda o'tirib internet orqali biron bir nima desam ekan, kompaniyada, chet ellik kompaniyada ham ishlashi mumkin. Undan tashqari dasturchi degani nafaqat bu biron bir kishining qo'lida ishlash, zakazlar olishadi. Zakazlar olishgandan tashqari masalan o'zini startaplarini qilishi mumkin. Umuman olganda daromadning keladigan joylari ko'payadi, lekin odamning o'ziga bor ko'p narsa bog'liq. Bir xillar erinchoq, bir xillar ishxonadan keyin kelishadi, hech narsa ish qilmaydi. Bir xillar emas, ko'pchilik o'zi shunaqa. Kimdir esa ishxonada ham ishlaydi, o'zini startapini ham qiladi, yani zakaz ham oladi-da. Ularni ko'rmadingmi, pulga to'ymas ekan deymiz, lekin bir narsaga erishadi shu bolalar. Dasturlashni o'rganishning yana bir sabablaridan biri bu tez daromadli kasb ekanligi. Ko'pchilik dasturlashga o'zi aynan mana shu pul uchun keladi, birdaniga bir necha ming dollar topar ekanman deb, lekin bu narsa birdaniga bo'lmaydi, buni ham aytib o'tish kerak. Masalan, men Yevropa bilan ishlagan paytimda 7 ming dollar olardim, lekin paytgacha yaxshigina tajribam bor edi. O'zimizni masalan Astrakotda ishlagan bir bolaga 4 ming dollar oylik berardik. Umuman hozir aytganimdek zakaz olish, o'zini proyektlarini qilish, masalan zakazlar u qanday kelishingizga bog'liq, proyektni qiyinligiga bog'liq. Masalan 5 ming dollar ham bo'lishi mumkin, 30 ming dollar ham bo'lishi mumkin. Undan qimmat zakazlar ham bor. Bu qanchalik odamlar sizni taniydi, mana bu Instagramdan chiqib, demak, balkim shaxsiy brend qilish ham kerakdir. Qanchalik sizga ishonishadi, qanchalik zakaz topa olasiz, bu narsalarga ham ko'p bog'liq tomonlari bor. Ya'niki ko'pincha dasturchilar faqatgina ishga qarab qolgan, oylikka qarab qolgan odamlar emas. Lekin bu birdaniga men bo'ldi, boyib ketaman, zo'r bo'laman deb o'ylamaslik kerak. Men har doim o'zimni o'quvchilarimga, mana shu shogirdlarimizga beradigan maslahatim boshida bepul bo'lsa ham ishga kiringlar deyman. Tajriba muhim ekanligini bugun bir necha bor aytib o'tdim. Demak, boshida bepul bo'lsa ham ishlashingiz kerak-da. Undan keyin masalan o'rtacha 400 dollar deylik ishlab boshlaysiz. Undan keyin masalan oradan 1 yil o'tar, balkim sal ko'proq o'tar, 1000 dollar ishlab boshlarsiz. Mana shunaqa qilib asta-sekin o'sib boshlaydi. Asta-sekin o'sib boshlagan bo'lsa agar, nega biz buni tez daromadli kasb deb hisoblaymiz? Nimaga odamlar hammasi dasturchilar zo'r ishlaydi deyshadi? Sababi uning o'sishida. Yana qanaqa kasblarni bilasizki, boshida siz masalan 0 dan boshlaysiz, keyin 400, keyin 1000, ya'niki siz 1 yilda 50 yoki 100 barobar har yil oyligingiz oshib borishi mumkin-da. Bu juda ham kamdan kam kasblarda shunaqa bo'ladi. Agar siz shunaqalarni bilsangiz, pastda, izohda albatta yozib qoldiring, qani bilimlarimiz bilan bo'lishamiz. Dasturlashni o'rganishning yana bir sababi bu istagan yoshda o'qishni boshlash mumkin. Ko'pincha bizga o'sha ota-onalar o'zi masalan yosh bo'lishi mumkin, 40 ga kirgan bo'lishi mumkin, bolalarni olib keladida, lekin bolalar yaxshi o'qishi mumkin, yaxshi o'qimasligi mumkin. O'zlarini esa qaridim deb hisoblashadi. Bu noto'g'ri. Sababi yoshlarni
bilim olishi tezroq, buni tan olish kerak. Masalan, sizni yoshingiz 20 da bo'ladigan bo'lsa, yoningizdagi odamni yoshi 40 da bo'ladigan bo'lsa agar, siz baribir fiziologik jihatdan tezroq qabul qilishingiz mumkindir. Bo'shroq vaqtingiz ko'proqdir. Bu bor narsa. Lekin yoshlarda katta minusi bor, ularda fokus yo'q. Birinchidan, ko'pincha ota-onasi pul bergan. Oldindan oqqan suvning qadri yo'q deyshadi. Ular puli ketmagandan keyin qiziqishmaydi, kirishmaydi. Bizda bo'lmasa, masalan, bot avtomatik yozib turadi, darsga kirmading deb, yoki bo'lsam, men ham gaplashib turaman. Har doim agar ko'rgan bo'lsalaringiz, Telegramda guruhimizda juda aktiv asrikot bir gruppasi bor, o'sha o'quvchilar savol berishadi va hokazo. Juda aktiv. Har kun o'zim ham kiraman, lekin o'sha aktiv bo'lmasligi mumkin-da, odamni o'zi, ya'ni kelmasligi mumkin. Masalan, tasavvur qiling, bu onlaynligida emas gap. Offlaynga masalan o'qishga biron joyga farzandingizni yuborsangiz ham, u borib nima ish qilib kelyapti, borib shunchaki o'tirib kelyapti, biron savol ham bermasligi mumkin va hokazo. Bolani o'zida qiziqish bo'lmasa agar qiyin. Bolada qiziqish bo'ladi boshida, lekin bola bo'lgandan keyin u avval masalan tradingga qiziqishi mumkin, programmirованиеga qiziqishi mumkin, keyin yana boshqa sohalarga qiziqishi mumkin. Keyin ertaga mashinalarga qiziqadi, men avtomoykachi bo'laman deydi, moykaga ketib qolishi ham mumkin. Ota-onasi tushunmay turadi-yu, mana dasturlash, mana puli to'langan, moykani boshingni ursam deyishi mumkin. Kattalarda esa boshqacha. Kattalar odatda o'zini hayotda nima xohlashini biladigan, prioritetlarni to'g'ri qo'yadigan va o'zi pul to'laganligi uchun pulini qadriga yetadigan odamlar bo'ladi. U keldimi tez o'rganadi. U kamroq vaqti bordir. Masalan, 20 yoshlik bola 4 soat, 5 soat, 7 soat vaqt ajratar balkim. Yoshi katta odam esa 2 soatgina vaqt ajratishi mumkindir, lekin yarim soat vaqt ajratsin, har kun kirsin, katta natijalarga erishish mumkin. Lekin qancha ko'p vaqt ajratsangiz, shuncha yaxshi. Men aytmoqchi bo'lganim, yoshi kattalarda, meni statistikam bo'yicha, o'zimning shaxsiy statistikam bo'yicha yoshi kattalarning o'rganib ketishi, kasbini, hayotini o'zgartirishi yoshlardan ko'ra ancha ko'proq. Dasturlashni o'rganishning yana bir sabablaridan bittasi bu IT startaplar qilish. OpenAI asoschisi Sam Altman, bu ChatGPT'ning asoschisi, yaqinda shunaqa aytib qoldiki, 1 milliardlik kapitalizatsiya bo'lgan shu katta kompaniyalar bor-ku, bir kishidan iborat mana shunaqa katta kompaniyalar ko'payadi dedi. Chunki ITda juda ham oson, zavod qurishingiz shart emas-ku, o'tirib o'zingiz programma yozishingiz mumkin. Va sotuvchilar va ko'p kasblar egasini o'sha avtomatlashtirilyapti, mana qo'ng'iroqlar qilyapti, robotlar sizga ham qilganmi? Yoki masalan, botlar javob beradi, gaplashadigan bo'lsangiz, demak ko'p narsalarda avtomatizatsiya qilib, programmani o'zingiz yozib, katta biznesga aylantirib yuborishingiz mumkin. Bu endi qanchalik katta bo'ladi, katta bo'lmaydi, Xudodan bu narsaga bir narsa deyish qiyin. Biz faqat harakat qila olamiz. Lekin shunaqa bir yaqinda qiziq voqea bo'ldi, ChatGPT'dan so'radim. O'yladimki, mana Forbes bor-ku, Forbesda biz IT deb qiziqamizda, mana IT'chilar zo'r deb qiziqamizda, lekin o'yladimki, u yerda baribir birinchi o'rinda olganlar, ikkinchi o'rinda olganlar baribir nima bo'lsa kerak deb o'yladim. Neft, gaz va shunga o'xshagan gigant sohalardan kompaniyalar bo'lsa kerak deb o'yladim va ChatGPT'ga savol berdim. Eng boylar shu Forbesda qaragan paytingda kimlar desam agar, birinchi o'rinda shu IT'chilarni chiqardi-da. Men aytmadim. Demak, birinchi o'rinda IT'chilar, endi bular bir omadi kelganlar bu, chunki Facebook bor, o'sha Facebook, Instagram, WhatsApp hammasi kirib ketadi. Microsoft bor, o'sha Bill Gates boshida aytdik, Apple bor va hokazo. O'yladimki, bular mayli bir omadi kelib qoldi IT'chilarda. Lekin kattaroq o'rin oladigan bo'lsa, masalan, 10 talikni so'rab ko'rdim. 10 talikda 70% IT kompaniya ekan. Ya'ni dunyoning eng boy odamlari bu IT kompaniyalar yaratgan odamlar. Men aytdimki, "Yo'q, neft qaniki?" Bo'lish kerak. Biz hamma joyda urush bo'lib yotibdi neftlar uchun, to'g'rimi? Bu adashdi shekilli deb 50 talikni qaradim. 50 talikda energetika bo'yicha, buning ichida neft, gaz, elektritsiyat hammasi kirib ketadi. 50 talikning ichida o'sha energetika 8% gina ekan. 50% IT ekan. Balkim oralaringizda mana shunaqa bir gigant kompaniya yasaydigan odam chiqib qolishi mumkindir. Chunki hammaning ham ikkita qulog'i bor, ikkita qo'li bor, bir xillar sochi uzun bo'lishi mumkin, u muhim emas. Demak, bolalar,
Astrokod'dagi shogirdlarimga har doim aytadigan gapimni aytaman, tezlashinglar. Tez o'qinglar, praktikaga kelinglar, tezroq natijaga chiqinglar deyman. Dasturlashni hali o'rganmayotganlarga bugun boshlamasangiz raqobatchingiz AI bo'ladi. Bugun boshlasangiz esa AI sizning do'stingiz bo'ladi. Umuman olganda hammaga kuchli dasturchi bo'lishni tilab qolaman. Omad, sog' bo'linglar.